Assalomu alaykum. Xo'p, darsni davom ettiramiz. Bizda patchim, ya'ni patchim nima desa, bo'g'in pastdagi undosh. Shu qoidani ko'rib chiqamiz. Ya'ni sizda alifbo tugadi, 40 ta harfni o'rgandingiz. Endi bu yo'g'iga harflarni bir-biriga qo'shib o'qilishi, ya'ni to'g'ri o'qish, ifodali o'qishni o'rganamiz. Xo'p. Patchimni yana bir marta tushuntiraman. Patchim bu bo'g'in pastdagi undosh. Ya'ni nima desa, mana bitta bo'g'in katak ichida yoziladi. Pastda albatta undosh harf keladi, undosh. O'sha narsa patchim deyiladi. Patchim. Pastda ulli kelmaydi, faqat undosh keladi. Keyin undoshni o'zi alohida yozilmaydi. Undosh doim bo'g'inda keladi. Ullini o'zini alohida yozish mumkin. Ulli alohida yozilishi mumkin, lekin undosh emas. Bu yerda, ya'ni bugungi darsimiz 5-dars ekan. Bu darsda biz hop me, nige, ne, leri harflariga oid qoidalarni ko'rib chiqamiz. Hop, bu yerda mana jadvalga e'tibor qiling. Siz shu paytgacha o'rgangan so'zlar yoki o'qigan so'zlar bo'g'iniga e'tibor qilsangiz, o'sha bo'g'inda yo bitta harf, yo ikkita harf ishtirok etdi. Lekin ikkitadan oshmadi. Endi patchim bo'g'in pastida undosh bo'lgani uchun biz endi mana ma degan bo'g'inga me harfini qo'shadigan bo'lsak, pastiga tushadi. Ya'ni mana bu narsa mam. Agar siz mana bunaqa yozsangiz, bu xato. Undoshni o'zi alohida kelmaydi. Bu xato. Demak, mana mam. Bu bitta bo'g'in. Shular bir-biriga qo'shilsa so'z paydo bo'ladi. Xo'p, mo plus me. Shuni pastiga yoziladi. Mom. Va bu ham bitta bo'g'inligi uchun iloji boricha bitta katak yozishingiz kerak. Shunga kichikroq yozavering. Mom. Keyingisi a harfi pastida doira kelyapti. Bu doira endi nega degan. Ang. Ang. Keyingisi o harfini pastida nega kelyapti? Ong. Ong. Davom etamiz. Xo'p. So, mana S harfiga yotiq o qo'shildi. So plus me, mana pastiga yoziladi. Som. H harfiga yo qo'shilyapti. Hyo, hyo. Pastiga nega? Hyong. Hyong. Na plus ne harfi. Nan. Nan. No plus ne. Va o'qilishi non. Davom etamiz. Hop, la plus le. Lal. Lal. Faqat le o'qiladi. Nimaga? Ikkita ulli orasida kelmayapti. Qachonki ikkita ulli orasida kelsa, keyin re o'qiladi. Lo plus le. Lol. Lol. To plus ne. Ton. Ton. Na plus le. Nal. Nal. Hop, bu jadval tushunarli bo'ldi degan umiddaman va pastda qoida turibdi mana. O'qish qoidalarida, ya'ni biz endi o'qish qoidalarini o'rganyapmiz. Ne, me, lere, nigi harflari ulli harf vazifasini bajaradi. Yana aytaman, ulli harf vazifasini bajaradi. Siz o'rgangan harflar asli undosh, undosh. Lekin o'qish qoidalarida ulli vazifasini bajaradi. Buni mohiyatini tushunish uchun lug'at o'qishimiz kerak va albatta mohiyatini ham tushuntiraman. E'tibor qiling. Samolyot degan so'z turibdi, samolyot. Birinchi bo'g'in p ga i qo'shildi, pi. Ikkinchi bo'g'in mana h, e pastida nega? Pi hang. Pi hang. Endi k harfiga i qo'shilyapti. K ni g o'qishingiz kerak. Nimaga? Mana bu pastdagi nega harfi ulli vazifasida. Unli. Xo'p, u ulli deb qarasak, undan keyin ham i harfi ulli. Demak, ikkita ulli harf orasida k harfi g o'qiladi. Pi hangi. Yana bitta misol bilan tushuntiraman. Qarang. Yuz, bet. Odamning yuzi, odamning beti. Birinchi bo'g'in o ni pastda le. Ol. Keyingi bo'g'in k, u, le. Ol kul yozilgan. Hop, e'tibor qiling, bo'g'in pastda le. Bu ulli vazifasida deb olamiz. Ulli vazifasida. Keyin k harfidan keyin u ulli. U ulli. Demak, k ni g o'qiymiz. Ol gul. Ol gul. Pastida ham xuddi shunaqa mana. Le ulli vazifasida. Undan keyin i. Demak, talgi. Ikkitalikda a, le. Talgi. Qulupnay. Bu qoidani tushuntirish uchun lug'atlar edi. Endi mana bu jadvalga e'tibor qiling. Mana biz endi bo'g'in yasayapmiz. Ya'ni bitta bo'g'inda ko'proq harf ishtirok etyapti. Shu joyda qo'shimcha qilaman. Bitta bo'g'inda bitta harf kelishi mumkin, ikkita harf kelishi mumkin, uchta harf kelishi mumkin va maksimal 4 ta harf keladi. 4 tadan ko'p emas. Eng kami bitta, eng ko'pi 4 ta. Bu bo'yicha ham hozir alohida bitta jadval bor, tushuntiraman. O'zbek tilida ham shunaqa-yu, bitta bo'g'inda bitta harf kelishi mumkin va 4 ta harf kelishi mumkin. Masalan, sinfxona desak, sinf bitta bo'g'in, xo, na. Mana ikkinchi bo'g'in, uchinchi bo'g'in. Demak, endi jadvalni tushuntiraman. Bizda k degan bo'g'in bor, unga ne harfini qo'shadigan bo'lsak, pastiga yoziladi mana. Kan. Le ni qo'shadigan bo'lsak, pastiga yoziladi. Kal. Keyingisi kam, keyingisi kang. Kang. Endi buni to'ldirib chiqamiz mana qarang. Ne, a, ne, nan. Hop, keyingisi nal, keyingisi nam, keyingisi nang. Bular shunchaki bo'g'in. Hop, t harfida mana. Tan, tal,
tam, tang. Davom etamiz. Lan, lal, lam, keyingisi lang. Yozish ko'ryapsiz? Iloji boricha katak ichida yozishingiz kerak. Keyingisi man, mal, hop, mam, keyingisi mang. Hop, p harfi mana. Pa, pan, hop, pal, pam, pang. Va san, hop, sal, keyingisi sam va sang. Tushundingmi? Buni pastga yozildi. Xuddi shuni davomi, mana e'tibor qiling. Bizda ulli a harfi bor, unga undoshni qo'shyapmiz. A harfiga neni qo'shyapmiz? Ya'ni a ulli. Ne undosh, to'g'rimi? Hop, undoshga ullini qo'shsak doirani o'rniga tushardi. Ya'ni nega ani qo'shsak mana na. Buni birinchi darsda ko'rib chiqamiz. Endi teskarisi bo'lyapti. A ga neni qo'shsak pastiga yoziladi mana. Anni. Keyingisi ani pastda me, am, keyingisi ani pastda le, al, keyingisi ang. Hop, endi cha, chan, cham, chal, chang. Endi keyingi che harfi, ya'ni o'zgarmaydigan. Chan, cham, chal, chang. Hop, endi bunisi. Hop, kan, kam, kal, kang. Hop, tan, tam, tal, hop, keyingisi tang. Xuddi shunday qolibdi. Keyingisi pan, hop, pal, pam, pal, keyingisi pang. Va oxirgisi ha, ne qo'shilsa han. Keyingisi ham, keyingisi hal, keyingisi hang. Tushunarlimi? Hop, he harfini ikki xil yozishni o'rgatganman, ya'ni doira bitta uzun, bitta qisqa yoki doira bitta uzun, endi tepadan pastga mana. Xohlang bunaqa, xohlang bunaqa. Ikkitasidan bittasi to'g'ri. Ya'ni ikkitasi ham to'g'ri demoqchiman. Hop, pastda endi lug'atlar bor. Shularni o'qisak bo'ladi. Lekin bularni o'qishdan oldin yana bitta jadval bor edi, o'shani tushuntirib qo'ysam, yaxshiroq tushunasiz. Mana o'sha jadval, ya'ni bo'g'in yasalish qoliplari. Umumiy qolipni tushunamiz. Qarang. Hop, bizda tikka ullilar bor, mana tikka chizig'i borlar, tikka ulli a harfi, tikka o, i, ya, yo. Endi yotiq ullilar, yotiq chizig'i borlar mana. Yotiq o, u, i, yo, yu. Shular yotiq ulli hisoblanadi. Endi e'tibor qiling, bizda qoliplar bor. Mana shular qolip, mana 1, 1 2, 1 2, 1 2 3. Endi har birini tushuntiraman, qarang. Bir qolipiga faqat ullilar tushadi. Ullini o'zini alohida yoza olasiz. Ya'ni a harfini o'zini alohida yozsa bo'ladi. O, u, i, e, i. Har qanday ullini o'zini alohida yozaysiz. Endi mana bu 1 2 qolipi, bu bitta bo'g'inda keladigan harf soni, ya'ni ikkita harf keladi. Birni o'rnida undosh, ikkini o'rnida tikka ulli keladi. Tikka ulli. E'tibor qiling mana. Nega ani qo'shsak na. Ko'ryapsiz? Qolip 1 2 qolipida. Keyingisi li, keyingisi cho, keyingisi shia, keyingisi pio, keyingisi ke. Ya'ni mana ke harfi 1, e harfi 2. 1 2. Endi 3-qatorga e'tibor qiling mana. 1 2. Birni o'rnida undosh, ikkini o'rnida yotiq ulli keladi. Yotiq ulli mana. Undosh ulli. Va teskarisi ham o'rinli. Teskarisi ham o'rinli. Tushuntiraman, qarang. K harfiga u ni qo'shdik. Ku, teskarisi mana u ni pastda k. Uk. Bunisi ku, bunisi uk. Bu bo'g'in yasalishi. Keyingisi p harfiga i ni qo'shyapmiz. P. Teskarisi bo'lsa mana bunaqa bo'ladi mana. I harfi pastiga p mana. Ip. Bunisi mana il, i ni pastda l kelyapti. Nega yu ni qo'shsak new. Teskarisi qanaqa bo'ladi desa, yun yozdik mana, pastiga ne, yun. Mana yun. Bu bitta bo'g'in. Keyingisi o harfini pastda ne, on. Demak, bu qolipni ham tushundik. Keyingisi mana yana 3 ta qolip bor. 1 2 3 qolipi. Qarang. Undosh, yotiq ulli, undosh. Ya'ni 1 2 3. 1 bilan 3 ni o'rnida ulli kelar, undosh kelar ekan, undosh. 2 ni o'rnida yotiq ulli kelar ekan. Qarang mana. K ile kil. Kattalashtirib ko'rsataman mana. Birinchi k, ikkinchi yotiq i k, pastda l. 1 bilan 3 undosh harflar, 2 ni o'rnida yotiq ulli, kil. Xo'p, keyingisi mana nun, ne u ne, me u le, mul, lim, choh, sok. Shu. Endi
1 2 3 qolipi mana bunaqa 1 2 3 tartibida yoziladi. Shunda ham qarang, 1 bilan 3 undosh, 2 ning o'rnida tikka unli keladi. Mana 2 ning o'rnida tikka unli. E'tibor qiling mana. K A nigi kang 1 2 3. 1 bilan 3 K bilan nigi undosh, 2 ning o'rnida A unli, ya'ni tikka unli. Keyingisi chip, keyingisi hak, keyingisi chon, bunisi kyong, keyingisi sal. Va oxirgi qolipimiz 1 2 3 4. Ya'ni bitta bo'g'inda 4 ta harf kelishi mumkin deganik o'shalar. 1 undosh, 2 tikka unli, 3 undosh va 4 ham undosh. Demak, faqatgina 2 unli ekan. 2 unli ekan. Qolgan hammasi undosh. Qarang. K A P S caps yozilgan, lekin biz buni caps o'qimaymiz. Buni qoidasini keyingi video darslikda ko'rasiz. Keyingi video darslikda, ya'ni bo'g'in pastida ikkita undosh kelyapti, ham P bilan S. Bo'g'in pastida P bilan S kelyapti. Biz buni bittasini o'qishimiz kerak. Lekin hozir bunga to'xtalmayman. Yana aytaman, keyingi video darslikda bunga to'xtalamiz. Xo'p, kap o'qiladi asli. Bu endi caps deb tushunib turamiz. Keyingisi mana T A L K, talk. Keyingisi S I L H, shilh. Ch O L M, cholim. M A N H, manh. N O L P, nolp. Tushundikmi? Ya'ni 1 2 3 4 qolipida yozildi. Demak, bo'g'in yasalish qoliplari shular. Shu qolipni mohiyatini tushunsangiz, har qanday so'zni to'g'ri ketma-ketlikda o'qiy olasiz. Va albatta alifboni yaxshi bilgan holatda bo'lishingiz kerak. Endi yana lug'atlarga qaytamiz. Mana o'sha lug'atlar. Endi har biriga bittadan to'xtalamiz va o'qiymiz. Xo'p, ayiq. Hozir ko'rdik mana. K O M 1 2 3 qolipida. Kom. Siz ham katak ichida xuddi shunday yozishingiz kerak. Kom. Surat, ya'ni chizilgan surat. K ga I, K, R I M, rim. Nimaga R? I harfi ulli, kirim surat. Ko'z, qor. N U N, nun. Oyoq. P A L, pal. Qo'l. S O N, son. Mana yozilishi. Son. Mana shunday bo'ladi. Son. Davom etamiz. Hop, ot. M A L, mal. Kiyik. S ga A, sa. S I M, sasim. Qorbobo. N U N, nun. S ga A, sa. Ram. Nimaga? A ulli, nun saram. Kuchukcha. Qarang, birinchi bo'g'in K A nigi kang, keyingisi A, keyingisi G. Kangaji. Yozib tushuntiraman, qarang. K A nigi kang, A, keyingisi G. Qo'shib o'qisangiz mana kangaji. Ajratib o'qimang. Kangaji qo'shib o'qing. Shar. P U nigi pung. Keyingisi S O N, pungson. Shar degan, ya'ni pufak ma'nosida keladi. Xo'p, davom etamiz. Bizda yana lug'atlar. Mushuk. Hozir o'qiganimiz mana. Kuchukchaga o'xshaydi mana. Koyangi. Tushuntiraman. K ga O, ko, keyingisi Y A nigi koyang. I ni qo'shib o'qiysiz. Koyangi. Mushuk. Samolyot. Pihengi. Soyabon. U harfini o'zi. S A N, usan. Keyingisi yuz bet. Olgul. Hali ham o'qigandik. Olgul. Qulupnay. Talgi. Mana ikkitalikda ale. Talgi. Bulut. K ga U, ku, rim. U ulli, I ulli. Kurim. Hop, keyingisi sumka. K ga A, ka. P A nigi bang. Yulduz. P harfi tikka yo le. Mana P ga tikka yo qo'shilyapti va unga le qo'shilyapti. Ya'ni mana pio pastda le. Piol. Tog'. S A N, san degani tog'. Bu lug'atlar tushunarli bo'lgan bo'lsa, keyingi qoidaga o'tsak bo'ladi. Mana patchim 2, ya'ni hozirgi qoidaning davomi. Bu yerda K harfi, T harfi, P harfiga oid qoidalarni ko'ramiz. Ya'ni 5-darsning davomi. Birinchi K harfi, e'tibor qiling. Biz 3 xil K ni o'rganganmiz. Mana bu K harfi ikkita unli yorisa G ga o'zgaradi. Bu o'zgarmaydigani, ya'ni K o'qiladi. Lug'atlarda oddiy K. Mana bu ikkitalik K so'z boshida kelsa bitta, so'z o'rtasida kelsa ikkitasi ham o'qiladi. Shu 3 xil K harflari bo'g'in pastida kelib tugasa va davomi ham undosh bo'lsa oddiy K o'qiladi. Pastda tugashi kerak nuqta, davomi ham undosh bo'lsa oddiy K talaffuz qilasiz. Oddiy K. E'tibor qiling. Mana I ni pastda K kelyapti. I ga K qo'shilsa ik. Bunisi ham ik. Bir xil o'qiladi. Ik. I va K. Endi qo'shimcha, ya'ni mana ku plus K. Kuk.
Pa plus K. Pak. O plus K. Pastiga yoziladi mana. Ok. Va shularga oid 4 dona lug'at. Qarang. Kitob degani CHEK. Check. Kattalashtiraman mana. C ga yopiq E qo'shilyapti va pastda K. Check. Oshxona. P ga U pu, O ni pastda K. Pu ok. Pu ok. Bu uy ichidagi kichkina oshxona, uydagi. Ko'chadagi oshxona restoran emas. Hop, tarvuz. S harfiga U va su, P A K. Ya'ni U ulli, A ulli. Su bak. Su bak. Tarvuz. Baliq ovlash. Ne ga A na, pastda ikkita K. Nak. Nak. S ga I qo'shilsa shi. Nakshi. Nakshi. Baliq ovlash. Va keyingi qoidamiz mana. Biz 3 xil P o'rganganmiz, ya'ni oddiy P ikkita unli yorisa B ga o'zgaradi, PB. Keyingisi P, keyingisi ikkitalik P, to'g'rimi? Mana ikkitalik P. Xo'p, e'tibor qiling, ikkitalik P bo'g'in pastda kelmaydi. Bo'g'in pastda kelmaydi. Unaqa so'z yo'q. Faqatgina P kelishi mumkin va P kelishi mumkin. Shu harflar bo'g'in pastda kelsa, oddiy P talaffuz qilinadi. Oddiy P talaffuz qilinadi. Masalan, A harfiga qo'shadigan bo'lsak, mana up, bu ham up. Yoki I harfiga qo'shadigan bo'lsak, mana ip, bunisi ham ip. Va shularga oid lug'atlar. Qarang. Stakan, K harfi, O harfi P. Kop, kop. Og'iz, ip. E'tibor qiling, oddiy P, oddiy P og'iz. Keyingisi dars. S ga U suv, O ni pastda P. Suv op, suv op, dars. Endi e'tibor qiling, tizza. M ga U mu, L I P yozilgana L R o'qiladi. Nimaga? U ulli, I ulli. Murib, murib, tizza. Bark, ip. Haligi og'iz mana bunaqa edi. I ni pastda oddiy P. Bu og'iz, mana og'iz. Endi P yozilsa barg, lekin talaffuzi bir xil. Ip, ip. O'rmon degani S U P, sup. Sup degani o'rmon. Xo'p, tushunarli bo'lgan bo'lsa, bugungi darsdagi oxirgi qoida mana shu. Va mana shunga yaxshilab e'tibor qilasiz, yaxshilab. Nimagaki mana shuni o'rgansangiz, so'zlarni albatta to'g'ri o'qiy olasiz. Ko'pchilik mana shunaqa qoidani o'rganmasdan xato o'qiydi, xato talaffuz qiladi. Demak, bizda bo'g'in pasti bor mana. Bitta katakka bitta bo'g'in yozilsa, bo'g'in pasti bor mana. Birinchi harf, ikkinchi harf, uchinchi harf keladi. Mana shu uchinchi harf bo'g'in pasti. Endi qarang. Mana shu joyda qarang. T, T, S, ikkitalik S, CJ, Ch va H. Shu harflar kelib tugasa, davomi yo'q, tugasa. Yo davomi ham undosh harf bo'lsa, bularning hammasi T o'qiladi. Takrorlayman. Mana shu harflar 7 tasi bo'g'in pastida kelib tugasa, yoki keyingi bo'g'in undosh harf bilan boshlansa, hammasi T talaffuz qilinadi. Yo shu bilan tugashi kerak, yo davomi ham undosh bo'lishi kerak. Va uni T talaffuz qilasiz. A ni pastda T keldi, at, T keldi, bu ham at, S harf keldi mana, bu ham at, keyingisi ham at, Ch harf kelsa ham at, Ch kelsa ham at, H kelsa ham at. Nimaga? Shu harflar bilan tugayapti-da. Demak, biz bularni T o'qishimiz kerak. Qoida shunaqa. At. Qo'shimcha mana. Ko plus T, kot, kot. Yaqinda, tez orada. Pa plus T. Oddiygina T o'qiysiz. Pat, pat degani dala, maydon ma'nosida keladi. Ko plus S. Kos emas, kot. K O T, kot. Mana bu ham kot degani. Birinchisi yaqinda, tez orada degani. Bunisi narsa degani. Narsa. Keyingisi mana A ni pastda ikkita S keldi. At, at. Bu o'tgan zamon grammatikasi. Buni keyinchalik grammatikada tushunasiz. Hop, P I Ch, pit, pit. Adashmasam qarz ma'nosida kelardi. Pit, qarz. Keyingisi U ni pastda Ch, yut, yut. Buni tarjimasi yo'q. Keyingisi Ch O H, chot, chot. Bu bitta bo'g'in. Keyinchalik lug'atda ko'rasiz. Xo'p, lug'atlar. Kiyim. O ni pastda S keldi, mana ot. Ot, kiyim. Gul. K O Ch yozildi, mana. Biz T o'qiymiz. Kot. Kot. Kunduzi. N A Ch. Biz T o'qiymiz, Nat. Nat. Dala yoki maydon. P A T. Pat. Pat. Yoki mo'yqalam. Mana P U S yozilgana put o'qiymiz. Put. Put. Keyingisi qo'zi qorin. P harfiga O, po, S O S. Ya'ni pastdagi S tugayaptimi, T o'qiymiz. Posot, posot. Qoshiq, ya'ni qoshiq, ovqatlanadigan qoshiq. S U T, sut, K ga K, rak. Sut, karak. Fartuk. A ni pastda P kelyapti, ap, chima, apchima. Bu P harfiga oid so'z ekan. Apchima. Olcha guli, olcha guli. P O Ch, va davomi ham ikkitalik K, ya'ni undoshmi? Mana buni T o'qiymiz. Pot, K O T, potkot. Potkot. Elektr qozon.
PAPSOT. 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 Tushundingmi? Shu joyga qo'shimcha qilish mumkin. Ya'ni nima desa, mana qarang. Bo'g'in pasti mana shu 3-harf o'rnida hozirgi harflar kelib tugasa yo davomi ham undosh bo'lsa, biz T o'qidik a. Endi davomi ulli bo'lsa-chi, mana 1 2 3 davomi ulli bo'lsa-chi, ulli. Unda nima qilish kerak desa, ullini mana bu 3-raqamdagi harfni ulliga qo'shasiz. Qarang mana. O ni pastda S kelib tugadi, bu ot. Davomi ulli kelsa-chi mana. Il. Mana o'li. Buni endi S ni O ga qo'shasiz. S ni I ga qo'shasiz. Osil. O'qilishi mana bunaqa bo'ladi. Osil. Bu o'qilishi. Yana qarang. N I Ch T A. Mana bo'g'in pastda Ch kelib tugayapti, davomi undosh. Nitta. Nit-ta. Ha? Endi davomi ulli kelsa-chi, mana qarang. Davomi ulli kelsa, mana bu Ch ni O ga qo'shasiz. Nimaga ulliga qo'sh kerak? Bu keyingi darsdagi qoidada keladi asli. Qo'shimcha qilyapman. Ch ni O ga qo'shsak, ikkita ulli o'rasa J. Nijoyo. Bunisi nitta, bunisi nijoyo. Mana bu kechikmoq, bu kech qolyapman degani. Tushundikmi? Va qo'shimcha lug'atlar bugungi darsimiz mana shu bilan tugaydi. Xo'p, jirafa kirin meva. K harfiga va qo'shilyapti, mana. K plus va. Kva i ni pastda le, kvail meva. Xo'p, do'st. Ch i ni chin gu. Nimaga g o'qiyapman? N harfi ulli vazifasida. K ikkita ulli o'rnida g o'qiladi. Chin gu, do'st. Hamyon. Ch ga i chi, k a p. K ikkita ulli o'rnida g o'qiladi. Chigap. Idish kosa. K ga i k, r i s va s ni t o'qiymiz. Kirit, idish kosa. Xo'p, rang. S e k a l, sekkal. Tuxum. T a l ulli vazifasida. K ya l, talgyal. Tuxum. Kuchukcha. Takror kelyapti mana. Kangaji. Suzish. S ga u su, yo harfini pastda nega kelyapti mana. Su yong. Suzish. Burgut. T o k, toksuri degani burgut. Qovoq. Ya'ni oshqovoq. H ga o, ho, p a k. P ikkita ulli o'rnida b o'qiladi. Hobak. Davom etamiz. Xo'p. Yorim. Mana yolim emas, yorim. Yoz fasli, yoz. Deraza oyna. Ch a nigi chang, me u ne changmun. Deraza oyna. Oyoq kiyim. S'dan keyin i kelyapti, pastda ne? Shin, p a l. P ni b o'qiymiz. Nimaga? Ne ulli vazifasida. Shinbal. Paypoq. Ya ni pastda nega kelyapti? Yang, me a l. Yangmal. Paypoq. Qalam. Yo ni pastda ne? Yon, p i l. P o'zgarmaydi. Yonpil. Qalam. Velosiped. Ch ga a, cha, ch o ne. Ikkita ulli o'rnida j o'qiladi. Chajon. K ga o qo'shilsa go. Nimaga? Mana bu ne ulli vazifasida. Undan keyin o ulli. Chajon go. Velosiped. Keyingisi eshitmoq. T i t, titta. O'zgarmaydi. Yomg'ir kiyimi. Yomg'ir degani o'zi p ga i qo'shilishi mana. P, o ni pastda s kelyapti, t o'qiymiz. Ot. Ninachi. Ch ga a, cham, ch a va ri. Chamchari. Yo'lbars. H ga o, ho, rangi. Mana bu nige i ga qo'shilganda gi talaffuz qilinadi. Qarang. Ho, rangi. Yozib ko'rsataman mana. Ho, rang, i-yu, lekin mana bu yerda yana bitta g talaffuz qilasiz. Horangi. Va ko'rpa. I harfini o'zi. Va p u l, i bul. Nimaga? I ulli, u ulli, i bul degani ko'rpa. Xo'p, yaxshi tushundingiz degan umiddaman. Mana shu o'qish qoidalari bo'ladi. Bo'yalgan lug'atlarni albatta yodlashingiz kerak. Shunda qoida esda qoladi. Xo'p, salomat bo'ling. Bugungi darsimiz shu joygacha edi.